O'g'il otasidan so'rabdi. Ota, inkor qilib bo'lmas yuzlanish nima deb. Otasi, inkor qilib bo'lmas yuzlanish, o'g'lim bu seni ro'baringdan chiqqan narsa. Ish, yumush, tashvish, xursandchilik kunlari nima bo'lishidan qat'iy nazar, oldingdan chiqqan narsadan sen qochib keta olmaysan. Boshqasiga almashtira olmaysan. Ustidan xatlab ham o'ta olmaysan, yonidan aylanib ham o'ta olmaysan. Qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishga majbur bo'lgan narsang inkor qilib bo'lmas yuzlanish bo'ladi o'g'lim debdi. O'g'il so'rabdi, ota shuni misollar bilan tushuntirib bering debdi. Otasi, qara o'g'lim, chaqaloq tug'iladi, dunyo yuzini ko'radi. Tug'ilgan chaqaloq tug'ilishni inkor qila olmaydi, chunki u tug'ilib bo'ldi. Yig'lashdan nariga o'ta olmaydi. Demak, tug'ilish bu inkor qilib bo'lmas yuzlanishga bir misol ekan. Nuroniy keksa otaxon, onaxonlar 18-19 yoshida eng zo'r davrimiz shu davr, vaqtni shu yerda to'xtatinglar. Biz shu davrni yashaymiz deb vaqtni to'xtata olmagan. Vaqtiki hozir ham 18-19 yoshiga qayta olmaydi. Ko'ryapsanmi o'g'lim? Demak, ulg'ayish jarayoni ham inkor qilib bo'lmas yuzlanishga bir misol ekan. Vaqt soat keladiki, hamma omonatni egasiga topshiradi. O'lim bilan yuzlashadi. Kim o'limni inkor qila olgan? Hech kim. Demak, o'g'lim omonatni egasiga topshirish ham inkor qilib bo'lmas yuzlanishga bir misol ekan. Ya'ni endi o'g'lim qara, tug'ilish, ulg'ayish, omonatni egasiga topshirish hammasi inkor qilib bo'lmas yuzlanishga misol bo'la olarkan, yana bir yuzlanishga doim shay turgin. Agar xatolaring, gunohlaring ko'p bo'lsa, badalni to'lashga tayyor tur. Xayrli savob ishlaring ko'p bo'lsa, mukofotni ham olishga tayyor tur o'g'lim. Eng dahshatli narsa xatolaring, gunohlaring ko'p bo'lsa, badalni to'lash og'ir bo'ladi o'g'lim. Eng xursandli tarafi esa savobli xayr ishlaring ko'p bo'lsa, mukofotini ham olishga shay turgin. Bu yuzlanishni shu vaqtgacha hech kim inkor qila olmagan o'g'lim. Bundan keyin ham hech kim inkor qila olmas. Shuning uchun ham bu yuzlanishni inkor qilib bo'lmas yuzlanish deydilar debdi.